Videoga like bosinglar. Ilhomjonni ham qo'llab-quvvatlaylik. Mana ko'pchilikka yordam qilib, ish bilan ta'minlab, hammasi chotga mana. Valla ham rozi. Like bosgan aka-ukalarni qo'llari dard ko'rmasin, bosh ko'zi og'rimasin. Mana aeroportdan kutib oldi. Olib chiqib mana o'z dachaga olib kelyapti. Bugun dam olamiz, ertadan xudo xolisa ishga joylashtirib olib borib, hammasi chotga bo'ladi. Ilhomjonni kanaliga obuna bo'linglar, like bosinglar, ko'proq. Domodedow aeroportga keldim mana hozir. Qulog'ini olib o'tirib, mashinaga arqaga qo'yavering yerga. Tetalab qo'ying, hech yo'q-ku. Tetalab qo'ying. Ketdik endi o'tiring. Assalomu alaykum aka-ukalar, men sizlardan Ilhomjon va Ilhom Moskva kanalining ko'rmoqdasizlar. Aka-ukalarimiz bugun Zoir akamizni aeroport Domodedowdan olib keldik. O'zidan eshitamiz, aeroportda nima gap bo'lyapti, necha soat ishlatyapti, hammasini aytamiz. Assalomu alaykum Zoir aka. Yaxshimisiz? Bizning obunachilarga o'zingiz aeroportda bo'lgan holatlarni aytib bersangiz. Aeroport samolyot 12:30 da qo'ndi. 12:30 da qo'ndi. Tushdi aeroport Domodedowga. Tushdik. Tekshir. Nima gaplar? Tamojidan olib kabinetga olib kirdi. Короче, xullas 4 soatda chiqdik-da. 4 soatda siz aeroportdan chiqdingiz. Aeroport ichida nima savollar beradi? Savol, sudimiz bormi, yo'qmi? Telefonni tekshiradi. Uncha qiyin emas, ha? Agar